Assalomu alaykum YouTube kanalini ko'ruvchilar. Mana eshikka ekib qoldirib qo'ygan gortenziya gullarim bor edi. Mana har biri mana o'sha har bir bo'g'imidan mana ko'rib turibsizlar. Ko'karib turibdi o'sha. Bugun 14-mart. Buni endi tegini yumshatamiz. Qishdan chiqdi bu gullarimiz, mana eshikda turibdi. Огородda. Buni ustini men ko'mganim ham yo'q, hech nima qilganim yo'q. Shundoq ochiqda turdi. O'zi gortenziya sovuqqa chidamli gul. Mana bahorda mana shunday qilib tegini bo'shatadi. Nima aytdim, sal ochib qo'yamiz buni. Mana bari mana tegidan ham уже mana ko'karib chiqib kelyapti. Buni tegini yaxshilab mana bo'shatgandan keyin yumshatib, bunga udobreniyalarini mana shu paytda solinib qo'yiladi. Birovlar kuzning kuni solib qo'yadi, men kuzning kuni solmayman. O'zimning tajribamdan o'tgan narsa bu. Mana bo'shatib oldim. Endi menda для цветов degan shunaqa vitamin bor. Har doim bilsanglar, tegiga men mana shu vitamindan solaman. Mana chetroqlarga solamiz. Mana shunchadan solib, endi buni yumshatib qo'yaman yana sal. O'zi bunga suvni quyishni kerak yo'q. Hali yomg'irlar yog'adi. Shular bilan o'zi yetilaveradi. Shimib yotaveradi. Hozir ozgina suv quyib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Biroq endi bundan buyoq hozir yomg'ir yog'adi-yu, shuning uchun men quymayman bunga. O'zi yomg'ir bilan yetib, shimib rosa yaxshi ozuqa. Gullinglar rosa zo'r bo'lib o'sadi. Sizlarda bo'lsa, sizlar ham shunday qilib qo'ysanglar, juda ham yaxshi ozuqa. Mana buni sal ko'mib qo'yaman. Bo'ldi mana. O'zi unib chiqib turibdi mana. Har biri bo'g'ini unib turibdi mana. Eng tegidan boshlab mana uchigacha mana unib chiqib kelyapti mana. O'tgangilarini ana огородda turganlarini men gorshoklarga ko'chirib oldim. Sotishga zakazga bular. Endi boshladim mana. Bular ham mana unib turibdi. Unganini oldim mana. Bari unib chiqib turibdi o'sha mana. Mana. Har biri mana unib turibdi. Hammaga xayrli kun. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'linglar. Like bosishni unutmanglar.